Assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa bugungi ish kunimizda Kia Carnival faralarini olib qo'yganmiz. Bir hafta oldin ham xuddi shunaqa Kia Carnival faralarni tayyorga qilib Instagramga joyladim, ko'rishgan ekan. Hozir materialga ish bilan kelgach, bir yo'l faralarni ham tayyorga qilib berib qolishdi. Xo'p, o'ng tomon fara aynilari trishinib ketdi. Endi bularni bitta ish qilib, chap tomoni trishinib faqat ayni sarg'ayib qoldi xolos. Ko'sini ham bitta ish qilib turib, bir xilda qilib xudo xolasa chiroyli qilib tayyorgarliklarni bosib beramiz. Inshaalloh yarki bo'lib, chiroyli bo'lib, ancha xizmat qiladigan bo'ladi. Akalar, xudo xolasa mana faralarni ham tayyorlab oldik. Bitta o'zdan ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni bildirib, trishinalar ketib, aynan silliq bo'lib, chiroyli chiqdi inshaalloh, yarki bo'lib. Bemalol kechqurun yog'ishlari ham zo'r bo'lib, endi ancha xizmat qilaveradi, xudo xolasa. Ikkilari bilan yaraqlab. Akalar, shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilinglar. Manzilimiz Marg'ilon Avtotech, pastga raqamlar qoldirib qo'yaman. Telefon qilib, kelsalar, chiroyli qilib ishlaymiz, chizib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.